Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, qadrli ko'rurmanlar. Shanba kuninglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur akademiyasi akademiya suhbatiga xush keldinglar. Men Mag'firat Kamal. Men programni boshlashdan burun bir narsani qo'shib qo'yay deyman. Tunugun atagan maktabga berdi bir shum xabarni angladim. Yaqinlarimning vafot xabariga azalini test ishinaman. Şuna başta ishonmadim, keyin bu ochiq haqiqatni qabul qilishga majbur qoldim. Tunugun vaqtsiz kelgan bir musibat xabari bilan yuraklarimiz yana bir qatam puchulandi. Uyg'urlarning yetishgan, tirishchan, irodelik ziyolisi, Uyg'ur akademiyasi vaqtining sobiq raisi, Xitoy tadqiqot institutining qurg'uvchisi, Mahmud Qashqari vaqtining qurg'uvchisi va raisi, Uyg'ur san'ati, madaniyati uchun birlikda to'xtamay tirishgan ziyolilarimizdan Gulzoda Tangritog'li xonimning vafodor yo'ldoshi va ishga aqlliq, atrofliq yetishgan Uyg'ur qizlarining dadisi, shundoqla Uyg'ur xalqining so'yimlik o'g'loni doktor Farhod Qurbon Tangritog'li bu dunyodan mangulik xo'shlashdi. Xalqimiz qattiq qayg'urdi, ta'ziyalarini bildirdi va duo qilishdi. Menmu Allohdan doktor Farhod Tangritog'li akamizga jannat ato qilishini, oilasiga, urug' tuqqanlariga, jumladan Uyg'ur xalqiga sabr ato qilishini tilayman. Albatta uning Uyg'ur xalqi uchun, erkinligi uchun qo'shgan tuhfasi mangu unutilmaydi. Uyg'ur xalqi mangu yod etadi va uning ishlarini davomlashtirdi. Bugun 9 dekabr Uyg'urlar uchun ahamiyatli kunlardan biri. Buningdan 2 yil burun 6 va 9 oylarda 2 qitim Uyg'ur sud kollegiyasi o'tkazilib, Xitoyning jinoyatlari tunji qitim bir sudda kishilik va insoniy haq-huquq va qonunlar bo'yicha dunyoga jazo qilingan edi. Keyin bu sud inchik tekshirishlardan keyin 9 dekabrda Xitoyning Sharq Turkistonimizda Uyg'ur etnik qirg'inchilik qilayotganligiga hukm chiqadi. Dünya Uyghur Qurultayı bu günni Uyghur qırğınçılığının e'tirof qilingan kuni deb bekitdi. Mana bugungi akademiya suhbati Uyg'urlarning Xitoy qarshi kurashidagi muhim tarixiy voqealardan biri bo'lgan London Uyg'ur sudi va 9 dekabr Uyg'ur qirg'inchiligi kuniga bag'ishlandi. Bugun bu ahamiyatli tarixiy voqealar haqida bizga ma'lumot berilgan qimmatli mehmonlarni sizlar bilan tanishtirib o'tay. Dünya Uyghur Qurultayı London ishxonasi mudiri Rahima Mahmud xonim, hoş geldiniz. Xush bulduk. Köp rahmet. Rahmet. Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi Elfidar İlteber Hanım, siz mi hoş geldiniz? Hoş bulduk. Rahmet Allah'a. Uyghur Adliye Ambri Müdiri Bahtiyar Ömer Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Ve Uyghur Akademisi İcraiye Reisi Dr. Mehmet Emin Abbas Efendim, siz mi hoş geldiniz? Hoş buldum, rahmet. Hammanlarga aldın ala rahmet eytime, vaqtinglarni chiqardinglar. Xalqimizga ma'lumot berish uchun, qimmatli ma'lumotlarni berish uchun bu yerda bugun ekran oldida turibdimiz. Bu sud ochildi, qaror chiqdi, ama balkim xalqimizningki bu sudga bo'lgan tonishi yoki ma'lumoti to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Albatta Uyg'urlar ko'ngil bo'ladigan, Uyg'urlarningki ahvolini o'zlari izlanib turib o'qiydiganlarimiz uchun qadamma-qadam bu sud bilan birga nimalarning bo'layotganligini bilib, o'rganib mangdiq. Bugun endi xalqimizga yana bir qitim ma'lumot berish uchun bir yerga keldik. Uyg'ur sudining jarayonidan boshlaylik undaq bo'lsa. Uyg'ur qirg'inchiligini, Xitoyning qilmishlarini sudga tortish fikri qandoq o'tirg'i chiqdi? Kimlar yoki qaysi tashkilotlar qandoq hamkorlashdi? Tayyorlik bosqichi va sud jarayonida nimalar qilindi? Mushu temalardan boshlaylik amsa. Rahima xonim, birinchi so'zni sizga bersam, marhamat. Köp rahmet. Uyghur sudininki o'tirg'i kelishi albatta shu 2019-yili rasmiy bu sudni mishada qursak degan suhbat tunji qitimliq nima mushu Londonda boshlangan. O'zinglar bilgandek hammamiz mushu 2018-yildan keyingi bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki 1 millionga yaqin Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar kamplarda qonunsiz tutib turilyotdi degan bu hukm chiqqandan keyin nurg'un mushu Uyg'ur faoliyatchilar va akademik
başqa millatlarninki köplügən həm qanuni şu Uyğurlarga köngül böldiganlarning nurgun reportlar oturğa chiqdi və ta 2019-yılğıçilik köplügən paketlar həm şahid kamp şahidlərimiz chet ellərə chiqalıdı. Şunun bilan biz bu bo'layotgan ahvolni qirg'inchilik deb o'zimiz atab keldik. Lekin biz o'zimiz atsak buni boshqalar e'tirof qilmadi. Unda bo'lgandan keyin buni e'tirof qilish uchun chuqum bir qonuniy, ya'ni sud jihatdan buni bir tekshirib chiqib, eng oxirida mushundaq bir rasmiy qaror chiqqan bo'lsa degan intayin orzuyimiz bo'ldi. Albatta xalqaro sudga chiqsaq bek yaxshi bo'ladi, lekin u xalqaro sudi bu BDTning bizninki bu sudni talab qilishimizga hech qanday bir yo'l yo'q. Xitoyning veto nimasi kuchi bo'lganligi uchun qandaq boshqa bir yo'l bilan qila olamiz deb eng oxirida shu Uyg'ur sudininki Angliyada qurilishi shuni sabab bo'ldi. Endi yana inchiklab nima qilsam, bu Sir Jeffrey Nice Casey bu konsul bo'lgan kishi Hamid Sabi, bu odamlar bir yilning oldida Xitoy sudi, ya'ni ishki a'zo atkazchilik to'g'risida bir sud ochilgan Angliyada. Men buningga tarjimon bo'lgan. Shu vaqtdan tortib ki bu Xitoy sudida 4 qarindishimiz shu ishki a'zo atkazchiligi pakt nima shahid bo'lib so'zlagan. Shu vaqtda bularning diqqatini qo'zg'agan, ya'ni bizning vatanda qandaq bir ig'ir ahvolning bo'layotganligi, bo'libmi turmalarda qandaq Uyg'urlar zo'ravonlik, ig'ir kunlarni o'tkazayotganligi. Shuning bilan bumi bir shu keyingi sudning qurilishiga asos bo'ldi. Shu 4 qarindishimizningki shu sudda organ askazchiligini aniqlash sudi deb bergan shu shahidlik testimony nimalari shuning asos bo'ldi. Shuning bilan rasmiy qurilgan vaqti 2019-yili qurildi. 2 yilga yaqin bütün shu nima to'plash, material to'plash amin tayyor bo'lgan vaqti shu 2021 6-oyda tunji qitimliq rasmiy sud, 4 kunlik sud birinchi qitimliq 6-oyda bo'ldi. Ikkinchi qitimliq 9-oyda bo'ldi, 4 kun. Eng oxirgi qaror 2021 9-oy 12-oyning 9-kuni rasmiy qaror chiqdi. Ko'p rahmat. Bu jarayonda xalqimiz bu tayyorlik bosqichiga qatnashdimi? Masalan, tashkilotlar qatnashdimi? Qaysi tashkilotlar qatnashgan bo'lsa? Sizni davom qilaylik, lekin. Albatta, eng boshda shuni qurilish nimasida Dünya Uyg'ur qurultiyi arzidor demdik. Arzidor bo'lgandan keyin bu bütün nima to'plash uchun, ya'ni paket to'plash uchun albatta Uyg'ur akademiya, Baxtiyor apandimninki sizlarning tashkilotinglar misolga bütün Uyg'ur tashkilotlar har yerga bu xabar qilindi. Onundan keyin shaxslar misolga Dr. Ercan Zansdaymiz köplügən başqa millatlardan tərkib tapqan məxsus Uyğur məsələ üçün tədqiqat və report tayyorlagan şəxslər və təşkilatlar. İş qılıb Uyğur vəziyyətini anlatalaydigan və qolida paket var. Bütün əmiyələrə xəbər verildi. Onundan keyin əlbəttə bu bütün Uyğur təşkilatlarının yardımı, bir yerə kelişi, bundaq bir naiti küçlük bir şununğa bo'lgan sotqu bo'lgan tələbi bo'lmagan bo'lsa bək təs bo'ladi. Bu addi bir iş emasda. Unda bo'lgan üçün buningda albatta Dünya Uyğur qurultayı bir liderlik rolunu oynadı, amma
asaslık cədəldəki təşkilatlar bulub Uyğur təşkilatları nəydi aktiv bu sotninki şu bütün pakt toplaş və axırqı ən axır pakt nime beriş sotda muşuların həmmisi də nəydi aktiv bilan rol oynadı. Rəhmət. Undaq bolsa şu təşkilatlar nimişlarni qildi? Bəxtiyar əpəndim, sizning çoxum qoşumçu qıldığan sözləriniz var bu cəhətdən. Mərhəmət. Rəhmət. 2020 yılındaki beşide hürmetli Tolqin Aysa əpəndim Uyğur Qurultayının rəisi Uyğur Ədliyyə Arxpan bir bilan aloqalashib mush xizmatni bizning ustimizga elishimiz dedi. Aynı vaqtda bizning qo'limizda bir 200 dan ortiq 300 ga yaqin guvohlik botdi. Buning ichidan biz bir tarafdan buni e'lon qilib, Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan birga guvohchilarni yig'ishni boshladik. Ham bir tarafdan intervyu qilish, ham bir tarafdan bularni tarjima qilish, hem bunun içinden tercüme kılınanlarını sotqa avatish orqali ularning ichidan yana ular tanlab bir qism guvohchilarni olgan bo'ldi. Amaliyotda shu jarayonda biz 500 dan ortiq guvohchidan guvohlik oldik. Xizmat 2 yil davomlashdi. 2020 yilning 5 dan 2021 yili 9 dekabrgacha. Bu aralıqda bu xizmatga qatnaşqan Uyg'urlarninki o'zi 100 dan oshdi. Men tafsiliy desam, birinchi qitimliq sotda masalanga 6 ayning 4, 5, 6, 7 kuni 2021 yil 4 kun sot ochildi. Buningda bir Xitoyni Wang degan madam bildi balkim. Buni qo'shgan chaqda 31 adam guvohlik berdi. 23 adam Uyg'ur, 7 mutaxassis. Bu mutaxassislar Adrian Zinsni o'z ichiga olgan chet ellik mutaxassislar. Ikkinchi qitimliq sot 9-oyning 10, 11, 12, 13 kunlari, ya'ni 4 kun ochildi. Buningda 35 adam guvohlik berdi, 12 Uyg'ur, 23 mutaxassis. Ikkinchi qitimliqda texnik chet ellik mutaxassislar qatnashdi. Bu sot 3 qitim ochilgan. Yani birisi 27 noyabr 2021 yili. Bu qitimda eng oxirgi, yani şu Adrian Zinsni o'z ichiga olgan 4 mutaxassisniki eng oxirgi guvohligi bilan bu sot jarayoni oyoqlashdi. Buningdan boshqa 2021 yil 9 dekabr kuni oxirgi sot ochildi va bu sot hükümname e'lon qilindi. E'lon qilingandan keyinlar Tolqin Aysa apandi shu sot maydonining o'zida Uyg'ur erkiy qirg'inchilik kunini shu yerda e'lon qildi. Amaliyotda jami 3 qitimliq sotga qatnashgan odam 70 adam, buning ichida 35 Uyg'ur bor, 12 lager shohidi, hesaplaganda mutaxassislar 34, ayniqsa bir Wang degan Xitoyni qo'shgan chog'da Uyg'ur, Qozoq, O'zbek. Buningdan boshqa bu sotqa chiqmagan guvohchilardan 26si bor. Bu guvohchilarning guvohligining teksti keyin sotning tor betiga qo'yilgan. Jami 96 adam bu bir yilning ichida sotga guvohlik chiqib, bu sot muvaffaqiyatli holda oyoqlashdi. Ben hozircha shunchalikdan turay. Rahmat. Bu 96 adamning guvohligi degan gap 96 kishi bilan so'zlashib, ularning materiallarini to'plab, bir yerga jam qilib, undan keyin buni aşı sotqa tayyorlab, shunday qildigan ishda bu naydi cho'ng hajmlik bir xizmat. Bu ishda yana boshqa tashkilotlarning qanday to'kisi bo'ldiki, Uyg'ur akademiyasidan anglab boqaylik. Anda qilsa men shu oldidan Rayma xonim bilan Baxtiyor apandimiz tafsiliy so'zlab o'tdi bu sotning jarayonlarini. Hamda Uyg'ur akademiyasi biz keyinroq
bu işe kirdik çünkü o vakitte ahırkı mezgillerde yani Reşat Abbas Akımızın çağrısı bilen biz bu bazı materyallarını köp kısım materyallarını ki tuluqlanışı yani sotka yargıdak seviyede tayarlanış için ciddi Tercüme hizmetleri. hizmetlerine gerektiğini diyendiğin için biz bununla şu ciddi qaradık albatta çünkü bu nayt mühim iş hem de bir tunci bir sudның bu nayt çoğun bir eğir cinayetinin üçün hem de bir içildiğin bir sud. Şuna biz ciddi hareket geldik. Bu Uyghur Akademisi, Amerika Uyghur Akademisi, Kanada Uyghur Akademisi, Avustralya Uyghur Akademisi ve Avrupa Uyghur Akademisi hem de İngiliz dili sözleydiğin qeydandaşlarımız ve bu cihette seviyesi var qeydandaşlarımız bu başka. Bularını bir yere toplagandan keyin qaysi tarmaq akademiyalar yana öz tarmaq akademiyalardagi qeydandaşlarga xizmatlarni bölüş arqali ahirgi mezgillarda şu köp tercüme hizmetlerini işledi. Bunun içinde bulup bu hamda alayda tılga iniş qarzıydı dep oylaymiz. Mesela Doktor Mehmet Emin akimiz, mesela Gülnar Aziz Hanım, Avrupa Uyghur Akademisi'den Abdüşükür Abdüş efendim, Baratcan Ağaçınok qatarlıq qeydandaşlarına ait köp vaxtını sarf qıldı. Çünkü bu jarayanda birisi aldı bilen barlıq tayarlanğan, mesela Baxtiyar efendimler tayarlagan materyallardan urğunları, mesela videoda sında elanğan materyallar bolsa, biz onu aldı bilen yazıq şekilde kirgizishimiz gerek boldu. Elbette onun da sotdaki sotma hizmetçi adamları bilen birlikte bunu aldı bilen İngilizce tercüme qılıp, onundan İngiliz tilinden Uyg'urcha tercüme qilgandan keyin, yani bu Uyg'urchasını yana shu guvohlik berguvchilar bilan birlashib turib, undan ayti inchga Allah onu to'g'irlagandan keyin uni yana qaytadan inglizchaga to'g'irlab, shuning bilan bu materiallarni shu tariqasida qaytadan ko'rib chiqib inchga tekshirib to'liqlashga to'g'ri keldi. Çünkü bu bir sud unda bo'lgandan keyin hamma faktlar aytimi to'g'ri bo'lishi kerak. Aytdim inchga ishlanishi kerak bu xizmatlar. Albatta shu aqida bu materiallar asosan ko'nglimiznikidek tamomlandi deb o'ylaymiz. Uyghur Akademisining shu jarayonda qilgan ishlarini shunchaki so'zlab o'tsam bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Amerikada Alfilar siz anlagan bu haqda maddi manevi jihatlardan qandaq nimalar bo'ldi, masalan yordamlar bo'ldi, xalqimiz qandaq qarshi oldi buni, xushal bo'ldimi, umid bilan qaradimi? Marhamat. Rahmat. Men o'zim Uyg'ur sot kollegiyasiga qatnashamadim, lekin başdan ahiri takip etken küzetkiçi sübütün bilen özlemden təsiratını sözley. Elbette Amerika'da munayeti zor bir ehmiyetki ige bir işliğini hemmimiz bütün Uygurlar bilip turgan ve kulumuzdan kelgince yardımcı buluşqa tırıştık. Mesela tercümanlığa bolsun, müşahedeki maddi cihetten teşkilatla yardımcı buluşqa tırıştık. Müşahedekilerden bir yerdeki lager şahitlerimiz baramağan bolsunmu, çünkü ulanınki texi pasportları hal bolmagandı. Lekin online yani tor arqılı qatnaşıp özünün bilgenlerini, guvanamalarini badi. Xalqımız mu başdan ahiri takip qılıp videosunu qandaq bopdu deb neticelerini Amerikadaki Erkin Asya Radyosu xabarlarda naq meydan hatta tepsili şekilde berip tudi. Ahmeti nayçı zor ta'sir qo'zg'adi deb o'ylayman. Sizlar bilgandek bir yil keyin shu kunda Amerikada press release, press conference deymiz. Yig'in ichib Amerika hukumat a'zolari ve kongressdagilar, milletvekillari bo'lsin, shularni taklif qilib, shu kunni, ya'ni 12 oyninki 9 kunni buningdan keyingi yillarda eslash va xotirlash maqsadida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi kuni deb e'lon qildik. Buningda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq jamiyati va Uyg'ur Amerika birlashmasi batdi. Bu kunning ahamiyatini so'zlab kelsak, shu mening bilishimcha 1948 yili tunji bo'lib,
şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da bütün umumi kölemlik yığın içip şu gününü ırkı kırgınçılık hatırlaş günü dep ilan kılganken ve sotnun mu şu günü neticesini ilan kılışı ve bir yıl keyin Amerika'da şu günü bundan keyinki yıllarda bütün dünyanın Uygur ırkı kırgınçılığını unutup kalmaslığı için Uygur ırkı kırgınçılığını hatırlaş ve eslaş günü dep ilan kılışımı o sotnun kançılık mühim bir ehemmiyetke egiligini ispadelaydı dep oylayman. Köp rahmet. Hakikaten bu aslida nayt aciz dep qaralgan Uygurlarniki nayt küçük dep qaralgan bir dövletni sotqa tata alışı emdi. Bunu hergizmi başka bir chet eldeki bir dövlet yoki başka birleri bir yere kelip müşta qıpıraylı demedi. Bunu yana Uygurlar özleri oylapmış, Uygur ziyaliler, Uygur teşkilatlar, Dünya Uygur Kurultayının rehberligide birleşip, hemkarlaşıp müşundaq çoğun bir işini vücutqa çıqadı. Bu hakikaten asan iş emas. Bu 48. yıldaki o Birleşmiş Milletler'de, Birleşken Milletler Teşkilatı'da kabul kılınışı bu nayt çoğun bir kırgınçılık bulup Yahudilarınki. Kırgınçılığından keyin bütün dünyadaki nurgun şu tadqiqatçılar bir yerge kelip, onundan keyin sot içip, şunundan keyin qığa işladi emdi. Ama Uygurlarınki ahvali bizge ma'lum, ama yanıla biz şu aciz dep qaralgan, küçümüz yok dep nurgun halkımız ümitsiz ahvalda muşundaq çoğun bir işni vücutqa çıqadık. Demek ki biz xalasak, biz bir yere kelsek, hemkarlaşsak, xeyli çoğun işlerini qıla alaymiz degan gap. Bu sotninki asaslı mezmunu nime emdi? Bu sotda mesela qandaq nimelerni nimeler oturup koyuldu, qaysi maddeler ba biraz mürekkep so'rab etken boluşu mumkin emdi. Asaslı mezmun nime? Kimden başlaydı? Ha. Endi bu qırğınçılıqның bu atamdı, bolmay atamdı degen muşu asas, eng ahirki hüküm muşu bolgandikin eng moyum nokta qırğınçılık ahdinamesideki 5 noktani asas kılıp her birisini şunu tekşirip bütün toplagan muşu materyallarınki 100 tane bergen şahit neme ve başka mutaxassislarning bergen materyalları. Onundan başka devlet işçiden keyin şu nurgun materyallar çıktı, yani leaked. Hükümet özününki, mesela Adrian Zensin'inki reportunun bulup mu şu tuğmaslık ayallarını mecburi tuğmaslık kılış. Muşu reportununki onun bütün asası Xitay hükümetinki özününki uçuk aşkara materyallarına asas kılgan. Boğalığı üçün bir yerde hiç kim sen yalğalladın, bir yerlerden tep aldın degen nesi çıkmaydı bir yerde. Hakiki uçuk aşkara pakit. Muşu en bütün paketlarga qaraganda muşu noktadaki paket bek güçlük, yani başkalar bunu öğrüp ötenmegidek bir neme boğaşqa en ahirdeki şu qırğınçılık boldi, bovatıdı degen karar muşu nemini asas kılındı. Elbette mecburi emgek, onunkin iş neme ten cezası, ballarını ayrı etiş, degendek muşu bütün hem qırğınçılık ahdinamesideki en ahirde qırğınçılık boğatıdı degen kararını beriş her bir noktalarga şu boyunca egzamin, yani tekşürüp çıkıp en ahirki karar şu bu çıktı. Ondan insaniyetke karşı cinayet bu qırğınçılıktan e'lon qilishdan burun eng başta bu çoqum insaniyetke karşı cinayet boğatıdı dep en ahirda ondan bu qırğınçılık boğatıdı degen muşu cümleni biz şunçilik saqlap o'tadık. Ahirda muşunu karar beremdi dep. Çünkü biz bilişimizce insaniyetke karşı cinayet degen asallam paketlerimiz nayt toluq degen. Lekin bu qırğınçılık degende bu İngilizler şunaq deydi. It's very high bar dep. Çok bek yuqur onu o aşo kararga yetişmek bir yuqur neme talep kılıngan bolgan ekan
biz albatta naytı ensirgendik. Ondan keyin Sir Jeffrey Nice mushu sud nimediki bütün hemmisi bizge inniq degan. Sizlar bek %100 ümitlenip ketmanglar. Eng ahırda belkim başqacha qarar chiqib qilishi mumkin. Biz bütünlay xalqaranınki aşu ölçümü bo'yicha qarar chiqirmiz. Shuning uchun aşu ölçümü bo'yicha paket yetarlik bo'lmasa biz o qarorni chiqaramaymiz degan. Lekin oxirgi kelganda bu qarorning chiqqan vaqtida men shaxsan shuni tarjima qilib o'zim tutamadim. Mening Rahima edimizning so'ziga bir narsani qo'shgim keldi. Mushu Birleşken Milletler Teşkilatı'nın özünün çıkargan ırkı kırgınçılık ehdinamesiga şu 5 şartının birisiga agar ixtilof qilgan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa, genocide deb hisoblanadi ekan. Lekin Uyg'ur sud kollegiyasida har 5 shartiga yetarli isbot tip chiqilgan. Her 5 şartiga Uyg'urlarning hozir ko'rayotgan zulmlari irqiy qirg'inchilikqa tushadi. Shuni isbotlab chiqqan. Shunga shu jihatdan men ahamiyatini aytib zo'r deb o'ylayman. Rahmat. Endi bu sud asan emasligini, bundaq bir sudga tortishning asan emasligini dedik albaytin. Hem çoxun bir qirg'inchilik asan bir ish emas. Qirg'inchilik bir millatga qarta, bir boshqa millatning yoki bir davlatning ep bo'lgan ishi bo'lg'ashqa, bu dunyoda nihoyatda ko'p uchraydigan ahvol emas. Shuning uchun bu sudchilar buni nihoyatda astoydil muomala qilgan, nihoyatda ko'p delil isbot talab qilgan. Bu sudchilar kimler mesela? Bular Uygurlarni bek yaxshi ko'radigan kishilarmi yoki dunyoning qonunlari bo'yicha, xalqaro qonunlar bo'yicha ish qiladigan, o'z sohasida nihoyatda hurmat sazovar kishilar ekanligini bilamiz. Bular kimler mesela? Bular haqida bu mushu xalqaro sudidimi juryni Uyg'urcha nima deydi bilmayman. Ya'ni eng oxirida bir top nima bilan oxirida qaror berdi. Bir sudchi qaror bermaydi. Kollegiyani nima qilganda cho'qim ba'zi odatdagi bir kishilar bo'lishi mumkin. Ba'zi hech qanday qonuniy background bo'lishi nima talab qilinmaydi ekan buningda. Ama özününki mushu independent yani mustaqil bir nima bergan hem jamiyatda nihoyatda ko'zga ko'ringan va hurmatga sazovor bo'lgan shaxslar. Shuning uchun misolga bir Hindistonlik xonim bor, hozir ismini unutib qoldim. U xonimninki nimasi o'qituvchi hem mushu nima teatr nima yazdı o xonim. Onundan keyin yana Nick Craig degan adam, u bir tijoratchi, millioner misolida. Shunaqa har bir kishininki hammasi qonun nimasi o'qiganlar emas, ama bu mushu sudninki bayam qandaq boshqalar biz Uyg'urlarning o'zimizninki bu material toplash nimalarni jarayonni so'zladik, ama bir qancha advokat ba'zi to'liq 5 kun ishlagan, ba'zi part time yana bir necha kun, haftada bir qancha kun, bir yildan ortiq ishladi bular. Mushu bütün qonuniy nima bo'yicha materiallarni ayirib, buning ichidagi mushu bergan qonuniy bo'yicha bartaraf qildigan kasbiy nimalarni bular qildi. Ama eng oxirdagi mushu qaror mushu to'plum nima sud kollegiyasi bularni tanlashdimi? Bular burun juri bo'lib boqqan, burun masalan Xitoy kollegiyasi, sud kollegiyasi, ya'ni boshqa İran sud kollegiyalariga qatnashgan. Ya'ni faqatlam tarafsiz kishilar. Şu mening bildiğim shunchalik. Burun bular başqa müşündaq sotlarım qatnaşıbdı ki, məsələn Bosniyadakı qırğınçılıqdımı, müşular
sotni içip hüküm çıkarganlar muşlarken bu. Sir Jeffrey Nice şu Hague'da Slobodan Milosevic bilse Serbiyaniki nima. Milosevic'ni sotlagan sotçularning birisi. Kasap deb laqımı bağının. Sir Jeffrey Nice Angliyada eng hürmetke sazavir bo'lgan ham bütün advokat nemisida sahasida eng tonulgan şahs. Başka qo'shimcha qildiganlar bu haqda? Undaq bo'lsa bizim guvochilarimiz kimlar, Baxtiyor efendim? Guvochilar abiyam deb o'tib ketdingiz, 96 ga yaqin kishi dedingiz. Bularni kategoriyalarga ayirgan vaqtimizda bularning hammasi şu kamplardan keçip chiqqanlarmi yoki vasitalik yo'llar bilan Xitoyning zulmiga uchraganlarmi? Bularning ichida avval degandek 12 lager shahidi bor. Bularning orasida qozoq, o'zbek, uyg'urlar bo'lib 12 lager shahidi. Andan keyin ko'p sonliqi oila urug' tuqqanlari ko'rganlar lagerda yotganlar. Andan keyin buning ichida Xitoyninki josuslikqa zo'rlanganlar bor. Bolalari Xitoyninki bolalar lagerlarida turayotganlar bor. Yani izdereksiz. Bazılarınınki bütün cemiyeti izdereksiz. En yukarısınınki 36 adam ailesinden tutulgan. Ondan başka bunun uymuş o lagerden başka lager başlanıştan burun ziyankeşlik uçurgan hem Xitoyninki şu çağdaki ziyankeşlikini sotku guvalık belgelerine bak. Bularning qanchasi har qanchasi ayol bularni men tafsili statistikasini chiqarmagan. Lekin 96 odamning ichida 70 adam Uyg'ur. Sharq Turkistondan guvohlik berayotganlar. Ham shu kategoriyaga bo'lgan chaqda lager shohidlari, oila urug' tuqqanlar tutilganlar, Xitoyniki josuslikqa majburlanganlar yoki shu ishni boshdan kechirganlar qatorliqlar bo'ldi. Rahmat. Bu Uyg'ur sotininki ahamiyatini Elfidar Hanım biraz deb o'tib ketdi. Bu Uyg'ur sotining ahamiyatidan burun qanday qarorlar chiqdi? Masalan, buning madde qarorlar chiqdimi yoki umumiyizlik şu 5 şartga to'shidi, bütün 5 şartga to'shidi. Shuning uchun Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan birla qaror chiqdimi? Men tushuntirib buningda qarorninki asosliq faqat bir mushu Uyg'urlarninki majburiy tug'mas qilinishi va kelgusi Uyg'ur nupusininki majburiy azlatilayotganligi. Mushu bir millatni maqsadlik yo'qotish. Mushu nimaga to'shqanligi uchun faqat mushu modda orqali qirg'inchilik deb atadi. Qolgan moddalarninki hammasi bu nimalar bo'lyotdi, lekin butunlay to'liq nima yo'q. Yetarlik faqat shu modda orqali nima chiqarish, qaror chiqarish yetarlik bo'lmadi degan oxirida yozib qo'ygan nimasi bor. Ammo mushu birlam tug'maslik, majburiy tug'maslik qilish. Kelgusi avlodlarga qilingan suiqasd bu. Nayt cho'ng suiqasd. Albatta bu nesil bo'lmasa bir millat yo'qolib ketadi. Hozir 10 milyon adamimiz bo'lsa-mu, agar bolalar tug'ilmaydigan ish bo'lsa, o 10 milyon adam bir necha yildan keyin yo'q. Shuning uchun bu nayt muhimki. Haqiqatan nayt inchki nayt adolatli ish qildiki bu sotchilar. Ammo endi biz deymiz Uyg'urlar shunchalik cho'ng zulmga duchor bo'lyapti hozir. Har bir 12 guvochining har birisining anglatganlari o'tirib hüngür yig'lab ketdik.
onun karşı oturup bilsek mi hem de yana bir qitim dünyaya anlatışı nait hem de bizden hem de yürek bağrımızı puçulab etdi şu günlerde. Şundaq bolsa yana hem de maşu elaqi bütün ayalan umumiyüzlük to'g'itni cheklab etish, undan keyin kelgusi avlodlarga nisbatan suiqasd qilish va bu qattiq tug'mas qilib ishlaymiz. Uyg'ur qizlarini ishga akitish, bütün yoshlarni kamplarga akirib elish, bu ham normal hayot bo'lmagandan keyin albatta aile bo'lmaydi-da. Aileni buzib etdi hamda Xitoy. Bütün aile yo'q hamda aile hayatı degan bundan keyin qanday bo'ldi onu bilmaymiz hamda. Nurg'un yoshlarni ham shu yoshlarning aile hayotini buzib etdi. Shundaq bir sharoitda yana Xitoyninki o'ziniki dalillar bilan isbotlang'achqa tug'mas qilitish nemisi bu hamda yillarcha surgan narsa. Hozir hamda Xitoylar qo'yib etdi, ammo Uyg'urlarga yana cheklayotdi, yo'q qilyotdi. Bunun inchiklik bilan ishlab. Keçirsiz. Bunun asosliq boshqa moddalarni to'liq isbotlayamaslik sabab şu özümüzdeki vatanimizga berib tekshirish ilib berish imkoniyati bo'lmaganligi uchun. Bo'lmaganligi uchun buningda yetarlik fakt yo'qning sababi mundaq deb bu yozilganchu. Chunki shu yerga boramagan Xitoy buningga to'sqinlik Xitoy hukumat buningga to'sqinlik qilganligi uchun bu mumkin bo'lmaganligi. Ammo mushu nuqtada to'liq isbotning borligi mushuni asos qilgan. Ben şununla bir narsa qo'shqim keldi, ruxsat qilsanglar. To'liq isbotning yetarli emasligi deb ularning degini bilan aslida biz Uyg'urlar to'liq isbot borligini bilmiz. Bu isbotlarni mana Xitoy burun 10-20 yillab burun shu 5 shartni o'ylab men irqiy qirg'inchilikni mushu shartda tutilmaydigan shaklda qilyotdi. Uslubini o'zgartirib irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Mushu shartda isbotni ishtik chiqarib qo'ymaydigan shaklda irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Shu sababdan biz mushu 5 shartga kelib qarab qolsak yana to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu burun bo'lgan irqiy qirg'inchilikqa qarab turib qo'yilgan 5 shart. Hozirgi irqiy qirg'inchiliklar başka bir uslubda, başka bir metodda, başka bir şekilde kılınayotidu. Şuna şu 5 şartga qarab qolmaslik bu mençe bizning bu 5 şartdan ortiq bütün hamma narsaga isbotlarimiz bor. Lekin masalan Amerikada mu Holocaust Museum bo'lsin, yanalam genocide deganni e'tirof qilmayotdi. Chunki nurg'unlagan mass killing deydi-ku. Yo'q deb turib bordi. Aslida bor, Xitoy buni ko'rsatmaydigan shaklda boshqa bir shaklda qilyotdi. Organ harvesting qilgan bo'lsa, ilingan ishki a'zolar ilingan badanlarni ko'ydirib yutib bordi. Shunga biz soni chiqmayotdi. Qancha odamni o'ldirib bo'lgani. Shu sababdan menda bu sotning albatta ahamiyati nihoyatda ko'p. Savollarni o'tirg'i chiqadi deb o'ylayman. Buningdan keyin shu shaklda menib texmo ko'p natijalarni erishishimiz mumkin deb o'ylayman. Ve bu şu Birleşken Devletler'ninki irqiy qirg'inchilik ehtinomisi bilan laqab qolmasligimiz kerak. Shundaq doim yangi sotlarni ichib, yangi dalillarni berib turishimiz kerak deb o'ylayman. Nayt to'g'ri dedingiz Alfidar. Haqiqatan bu 48-yili bekitilgan shartlar. Ama hozir endi texnologiya yomon taraqqib ketdi. Hozir boshqa türlük yollar bilen mu irqiy qirg'inchilik ep berish mumkin ve Xitoyning ba'zi qilayotgan narsalarimiz shu. U yerda masalan bütün kamp to'plavganlarga davomli dori berish masalan, o dorilar qandaq dorilar, ularga demay, dorining nimaligini bilmay dorilarni beryotdi. Bularninki bizning qo'limizda hamda dalillar bo'lsa-mu, xalqarada bekitilgan 5 shart asasen cismani cihetten yok qilish, yani bıraklı yok qilish, grup halida bıraklı qirg'in qilish degan narsalarni siz deganga o'xshash ustalik bilan unda qilmay yoki ko'rsatmay. Yana bir jihatdan dunyomi balkim ko'rayotganda hech qanday hozir ham digital bir chog'da yashayotimiz.
Amerika bilen Türkiye'de turup sözleşmiş şunçalik asan emdi. Bir-birimizni körüp turumuzda. Hazır undaq imkaniyetin hiçbiri yok. Şarkı Türkistan'da bütünley işini takip etken bir vaziyet mi var. Şunun için üyeden nurgun nesle çıkamaydı. Muşulanımı közü tutup bu şartla hakikaten biraz özgertilsi boldu ki dep men şundak oylap kaldım. Kim? Ben avaz aldım. Merhamet. Mümkün basmışdan bir qoşum çıxsam, nəhayət yaxşı fikirlər ortaya çıxdı. Həqiqətən mən bu sotdan keyin bir xalqaralıq qanun mütəxəssisi bilan bir ayrım paranlaşdım. Əmdi şunu bəlkə mən xalqımıza yetkizib qoyuşunu sözlərdə oylayman. Əmdi o mütəxəssisin deyişçimi əməliyyatda bu öz vaqtida Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatınınki irqi qırğınçılıqni çəkləş əhdnaməsini oturub qoyuşdakı birdən-bir ən mühim məqsədi məşundaq irqi qırğınçılıqның aldını eliş. Yəni aldını eliş degan bo'lganligi uchun uning deyishicha bunida maqsad nihoyatda muhim degan. Agar biz faqat mushu bir davlatning hokimiyatning ma'lum bir xalqni qirg'in qilish maqsadi oshkorlangandan keyin agar shu maqsadini isbotlay olsaqlar uni irqiy qirg'inchilik qilyotidi, irqiy qirg'inchilik qilishga boshladi deb uni shu ehtinom bo'yicha jazolashga harakatga o'tish kerak. Har qaysi davlatlar, ya'ni mushu ehtinomga imzo qo'ygan har qaysi davlatlar mushtaq harakatga o'tish kerak deb degan. Demakchi o'g'li hamda shu maqsad chunki nurg'un Xitoy hokimiyatining e'lon qilgan materiallardan ularning maqsadini aniq bo'ldi. Albatta uning harakatlaridan nurg'un maqsadini aniq belgili bo'ladi. Demakchi bu birisi. Yana birisi bu maqsadi aniq bo'lgandan keyin harakatga o'tish kerak degan gap, ya'ni bu keng ko'lamli odamlarning o'lishini saqlab turmasligi kerak demakchi. Ya'ni biz nurg'un o'g'rilar o'zlari chiqarib olgan yoki nurg'un organlar talab qilgandek keng ko'lamda o'lganlik isboti bo'lishi kerak deganni saqlab tursak kechikkan bo'ladi. Amaliyotda bu ehtinomning maqsadi bu emas, cho'qim oldin elish. Shunaq bo'lgandan keyin nəhayət yaxşı bu sudda haqiqatan talabni nəhayət yuqori qo'yib turib bu hukm chiqibdi. Lekin agar shu ehtinomning asli maqsadini o'ylashgan bo'lsa, bu dahshatning hammasi bo'yicha bu hukmni chiqarsin bo'ladi deb başlanaq degan. Shunga men buni qarindoshlar bilan bir o'rtoqlashib qo'yishni o'ylashdim. Rahmat. Bu yeniçi bir göz qarashga ve çoxum Uyg'urlarniki hozirgi sharoitiga uygun. Bu niyet muhim, niyet bo'yicha ish qilyotidi hozir endi. Unda qolgandiki, bu nayt muhim bir fikir bo'ldi. Ko'p rahmat. Baxtiyor efendim bir narsa demoqchi. Qonun tartib bo'yicha nayt to'g'ri bir tartibda elib berilgan. Ya'ni bu sotning hukmiga mayli Xitoy hukumati bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin hech qanday shaklda norozilik qilolmaydi. Chunki sotning tartibi nihoyatda to'g'ri. Undan keyin hatto Xitoyning Angliyadagi konsulimi bu sotga chaqirtilgan ayni vaqtda, lekin ular javob qaytarmagan yoki kelmagan. Ya'ni sotning tartibida hech qanday bir bu yilgi fuqaroviy sot bo'lgan taqdirdami xalqaro qonunning tartibi bo'yicha elib berilgan. Ikkinchisi bizga eng muhim narsa tartibdan boshqa qonunninki bu hukmga tatbiqlanishi. Yana sotda ikki xil norozilik qilgan taqdirda ikki xil tekshirildi. Birisi qonun tartib to'g'ri elib berilganmi, ikkinchisi qonun to'g'ri tatbiqlanganmi? Yani dalil sifatida undan qo'shimcha. Unda bo'lgandan keyin bu sotninki jarayonida qonunninki tatbiqlanishi. Yani bu bizning buningdan keyingi kelgusida mushu hukmga tatbiqlangan qonunni biz har qanday yerda, har qanday davlatga mushuni tatbiqlab turib so'zlay olamiz. Yani xalqaro qonunning qaysi moddalariga asosan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik qilib beryapti degan narsani biz mayli kishilik huquq organlari bo'lsin, davlatlar bo'lsin, mushu bizga eng chong bir foydali dalil sifatninki birisi. Yani dunyoga tunilgan bunun oldida irqiy qirg'inchilik sotini qilib boqqan hurmatli Jeffrey Nice apandi ham onun 9 kishilik kollegiyasi bu hukmni chiqargandan keyin bununla hech qanday qarshilik yoki nima bo'lmaydi.
hozirgacha hech qanday bir davlat yoki tashkilot buni qonunsiz deyolmadi. Hatto BDT'dimi mushu hukmdan misol ilib turib Mishail Boshletniki dokladiga kirgizildi. Demak, buniki ahamiyati qonunninki tatbiqlanishi ham qonun tartibining to'g'ri bo'lishi bu bizga nihoyat muhim. Ham bundan keyingi yo'llarimizda ham shuni ishlata olishimiz nihoyat muhim. Bu tarafdagi ahamiyatim nihoyat cho'ng. Rahmat. Ko'p rahmat. Bu sudda e'lingan qarorlarning Uyg'ur qirg'inchiligini muayyanlash ba'zi davlatlar qirg'inchilik qilinyotdi deb qabul qildi. Mushu davlatlar kimlar, qaysi davlatlar, qancha davlat qabul qildi? Buningki endi roliga kelaylik. Roli qanday bo'ldi? Men desem devletlerden fakat birli devlet hazırgachilik Amerika ameliyatda ama parlament bilen yani hükümet kararı o'xshamaydi. Amerika'nı hesaplaganda 10 neme desek buldu. Parlament ama absus hükümet yani devlet süpütü bilen bunu hazır qirg'inchilik deb qilgan faqatlam Amerika. Ama parlamentninki mushuni qirg'inchilik deyishimi gerçi devlet yani hükümet özü mushuni qirg'inchilik demagan bilan nurg'un bizning yani faaliyetlerimiz qirg'inchilikni to'xtatish faaliyetlerimizga nihoyat foydali bo'ladi-da. Çünkü parlament degan hamda bir devletninki mundaq aytganda qonuniy qonun chiqaradigan va devletninki yo'lini xaritasini sizdiradigan muhim bir organ. Shuning uchun buning devletninki temsilcisi emasmi parlament degan shu devletninki boshqarish shaklini hamma narsani siz degan o'xshash sizib beradigan boshqarib beradigan bir organ bo'lg'achqa hamda devlet bilan menchimi xeyli tang huquqliq bo'lishi mumkin. Onun ayti muhim şunu. Şu noktadan qaraganda bek muhim. To'g'ri. Endi bu davlatlarninki mushu qarorni rasmiylashtirmasligidagi sabab majburiyat. Buni rasmiy qaror olsa, buningga mushu ahdnoma bo'yicha o'ziniki majburiyatini joriy qildirishga majbur qoldi. Shuning uchun buni mushuningdan chekinib bunu qabul qilmayapti. Masalan, Angliyaninki asosliq nima shu, meningcha boshqa davlatlarning shu. Chunki Xitoyninki iqtisodiy jihatdagi ham nurg'un tarafdagi bu kuchi, dunyodagi kuchi mushuniga majbur qo'yapti. Masalan, Angliyadami Yevropadan chiqib ketgandan keyin iqtisodiy jihatdan har jihatdan bir xil kirish bir ehtimol bo'lgandan keyin bu hükümetninki en yuqori yani baş nemisi tuğallar özünün xalqininki menfaatini aşını neme qilish uchun Xitoyga rasmiy buni qirg'inchilik deb e'lon qilinmasligidagi eng muhim sabab shu. Başka qo'shimcha qildiganlar bormi? Agar men qo'shimcha qilsam, endi shu sud kollegiyasi, Uyg'ur sud kollegiyasi ichilishdan burun masalan Amerika hamda Kanada, Yevropadagi bir qancha davlatlarda Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini davlatlarning parlamentlarida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini e'tirof qilish loyihalari o'tirib qo'yilib, ba'zilari undan o'tgan bo'ldi, lekin ba'zi davlatlarda Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi deb aniq bekitilgan bo'lsa, yana ba'zi davlatlarda Uyg'ur erkiy qirg'inchilik xavfi bekitilganda hamda shundoq ahvol bor. Endi undan keyin mana shu sud kollegiyasi bo'lgandan keyin masalan Fransiyada bir oydan keyin Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi deb e'tirof qilindi parlamentida, Fransiya parlamentida. Endi u parlamentda shu loyihaninki o'tishida nutq so'zlagan parlament a'zolaridan masalan Olivier Faure bo'lsin, masalan Alain David, Cédric Villani, shular hammasi o'sha Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini tilga ilib turib o'zlarining nutqlarida, ya'ni shu
başqalarını qayıl qilishga tirishdi. Albatta bu bir səbəbi oldu, bir yardımçısı oldu deb qarasaq bo'ladi. Ya'ni parlamenti, Fransiya parlamentidimi shu bir ovozning qarshi turishi bilan asosan to'liq ovoz bilan bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb e'lon qilindi. Undan keyin yana Yevropa parlamenti hamda bu davlat nuqtasidan olib masalan Yevropa parlamentiga o'tgandan keyin Yevropa parlament a'zolari masalan ergin o'g'li qatorliqlar ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib har vaqt shu sud kodeksining hukmini asos qilib turib shu parlamentniki komitetlarga besim ishlatib nurg'un qatim ulardan savollarni talab qilish orqali undan keyin oxiri Yevropa ittifoqidami 2026 oyda garchi ig'ir xavfi bor deb hüküm chiqqan bo'lsin, yana shu sud kodeksininki qarori bunga turtki bo'ldi yoki vosita bo'ldi deb qarashga bo'ladi. Endi biz ham degandek bu sud hukm ijro qilinish kuchiga ega hukm emas. Bu nuqtani hammamiz yaxshi bilamiz deb o'ylaymiz. Nurg'un parlamentlardan chiqqan qarorlarmi bir qonun loyihasi bo'lib chiqadi, yana birsi taklif loyihasi bo'lib chiqadi. Taklif loyihasi deganlar ijro qilish kuchiga ega emas, lekin shu hukm xarakterlik chiqadi. Shunga hatto BDT'dimi, masalan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidimi ba'zi qarorlar ijro qilish kuchiga ega emas, lekin taklif loyihasi bo'yicha qarordan o'tadi. Shunga o'xshash bu sud Uyg'ur sud nimasininki menimcha bu birisi bir taklif nimasi bir hukmini aytdi muhim bir dastlabki bosqich. Mening nazarimda texmo muhim hamda ahamiyati bo'lsa bu sud jarayonida ko'p ob'emda o'tdik. Masalan Baxtiyorimiz efendime de öttü. Ko'p material toplandı. Bu materiallar işte lager şahitler olsun, guvaçılar olsun, şu. Lekin eng muhimi yana nurg'un mesela mutaxassislar xalqaradagi shu Uyg'ur masalasini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tadqiq qilgan mutaxassislarning guvohliklari bo'lib, ko'p material to'plandi. Inchga oldi to'plandi. Bu to'plangan materiallar bundan keyingi har qanday işlerimiz, faaliyetlerimiz bo'lsin yoki davomli sudlarga masalan yaqinda masalan davlatlardagi sudlar masalan Argentinaga o'tishga bo'ladi. Degandek shunday ba'zi mustaqil sudlar, ba'zi davlatlarda mustaqil sudlar bo'lsa, mushlarga muhim material bo'la oladi. Bu to'plangan materiallar yani davomli to'planish kerak albatta. Chunki bu irqiy qirg'inchilik bunun bilan to'xtab qolmadi, davomlashyotdi. Shunga menimcha bu muhim bir qadam, ya'ni bizningki shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish, undan keyin shu ishni destek qilib turib o'zimizniki oxirida o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish menimcha muhim ahamiyati bor deb o'ylayman. Albatta biz marhamat. Men yana qo'shib qo'yay dedim. Chunki Uyg'ur masalasi garchi milyonlarcha Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar kamplarda yetyotidi va intayin ig'ir ahvollarda degan har xil o'xshamagan xabarlar chiqqan. Lekin Uyg'ur kollegiyasininki shu qarori chiqqan vaqt o'zida asosliq dunyodagi butun bo'libmi Yevropa va Amerikadagi xabarlarda bu chiqdi. Shu o'zimi shu Uyg'ur masalasini, Uyg'ur davosini va haqiqatni texmi keng ommaga anlatishga bir asos bo'ldi. Bir cho'ng rol o'yindi. Shuning uchun hozir misolga men nurg'un yerlarda nutq so'zlayman. So'zligini basam ko'p kishilar bilan paranglashgan vaqtimda ular deydi biz shu Uyg'ur sotining xabari orqali anglagandik Uyg'urlarninki shu hozirgi ahvolini burun biz Uyg'ur degan gapni anglab boqmabdik ekan deydi-ku. Shuning uchun bu bir ahamiyatli menimcha. Bu bizning haqli davorimizda albatta dastlabki qadam sog'lom elindi deb o'ylayman. Marhamat Alfida. Shu Uyg'ur sotidan keyin bisib chiqarilgan 100 guvohlik degan kitobmi hozirgacha biz uni ishlatyapmiz.
milletvekilleriga, başqa NGO'larga beryapmiz. Bizga Uyghur projekti sovg'a qilganti 100 tal kitapni. Şunundanmı, şu kitapdanmı yana mesela naq meydan ko'ramagan, bilamagan, anlayamaganlar bolsa, kitapni o'qib turibmi bunun ta'siratini aytib zo'r bo'ldi. Bizga telefon echib, haqiqatan ko'z yoshlarimizni tutamadik deganlar bo'ldi. Shunga shunga o'xshash undan keyingi avlodlarimizga va boshqa teşkilatlarga berilgan şu soğumu mençe nayti ehmiyetga ega bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Undaq bo'lsa Alfidar sizdan yana bir savol bektasamiz. Bu Amerika birdan bir davlat sifatida irqiy qirg'inchilikni qabul qilgan bir davlat Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilinayotdi dedi. Uningdagi nurg'un qonunlar chiqdi. Siz qancha qonun chiqdi? Bu qonunlarning yo'li o demin ait muhim qonunlardan. Hazırgacha o'tgan qonundan ikkisi var. Uyg'ur kishilik huquq qonuni bilan majburiy emgakni oldini olish qonuni. Shu ikki qonun chiqdi va hozir shu amaliylashtiryapti. Lekin hozir Uyg'ur Uyg'ur kishilik siyosati qonuni, yani Policy Act deymiz. Şu kanun bu yıl ötüş aldıda turdu. Hem de Xudayım buyursa ötse 3. kanunumuz buldu. Lakin nurgunluğun kanunlara bazı da cumhuriyetçiler, bazı da demokratik taraftakiler koşulmayı bir-birisi bilen öz ara biriyege keleme gibi kanun buluş, kanun bulup ötmeyi şu kanun layihesi şeklinde kapkavatı. Bunun sebebi Uygurlarla emas. Olanın arasındaki bazı düşünüşsüzlükler desek mi buludu. Mesela Demokratik Partiye'dekiler teximicik Uygur muhacirlerinin, musafirlerinin kilişini kollasa, Republican Cumhuriyetçi taraftakiler chet ellikler köp kemmesin degan şekildeki köz qarashda. Şunun o'xshash endin Cumhuriyetçiler taraftakiler bizni qo'llab ba'zi qonunlarni o'tirib qo'ysa, demokratchilar özninki fikriga, tushunmaganiga qabul qilmagan şekilde davom qilyapti. Lekin biz davomli qo'limizdan kelgancha yana berib kongressmenlar bilan ko'rishib, lobbychilikni davom qilyapmiz. Buningdan boshqa hamda sanction deganimiz jazolash. Yaqinda yana ikki Xitoy amaldorini va shirkatni jazoladi. Jazolash davom etyapti. Magnitsky jazolash qonuni bo'yicha nurg'unlagan entity list deymiz, majburiy emgak bilan chetishlik shirkatlar yana jazolanib qo'shilyapti. Lekin ma'lum deb o'tishimiz kerak. Hozirgacha bo'lgan Xitoyga yurgizilgan jazolashlarning birsi ta'tir, yani to'xtatılıp o'zgartildi. U bo'lsa Xitoyning shu genetik Forensic Science Institute deymiz. Genetikni tekshiradigan bir Xitoyning hukumatning davlatning bir hisobda bir tashkiloti demdik, organization deymiz. Demek bu ma'noda organini jazolaganti. Çünkü Uyg'urlarninki genetikini, DNA'sini tadqiq qilyapti va ziyonli niyat abaydi shu niyatda deb jazolanganti. Lekin afsuski bu Amerikaninki fentanyl degan zaharli chekimlik problem. Bu problem nima? Bu Xitoy yaratgan bir program. Çünkü Xitoy shuni kelib Meksika orqali Amerikaga kirgizib, miyadagi yoshlarni zaharlayapti. Shuni avjab ketganligi sababidan Amerika mushunga bir solution, yani mushuni bir hal qilish maqsadida Xitoyninki shu shirkatiga burun qo'ygan jazoni kechiryapti, yani ta'tiriga çevirdi. Bu biz nayt afsuslandik. Bu cho'ng bir xatolik. Çünkü Xitoy ağzıda deb qo'ydi, biz bilimiz bergan va'dalarini tutmaydi. Biz buni tadbir qo'llanamiz degan bilan qo'llanmaydi. Yana o'z niyati bo'yicha davom qilaverdi. Lekin o jazoni ta'tir o'zgartib, ya'ni jazoni ko'taryapti. Kelgusida Amerikaliklarga qarshi genetik bir narsa ishlab chiqarishi mumkin. Ya'ni nayt xatarlik bir ishdi. Shunga o'xshash tunji qitim bo'ldi. Bundan boshqa nurg'unlagan majburiy emgak
bilçetişlik şirketler nurgunluğun cezalaşlar boldu, viza restriction deyimiz ola boldu. Ola hazır mı devam kılıvatıdı. Bizning küzütüşümüzce hazır hükümet burunqidek tez qararlarını almayvatıdı. Yine kavapnımı, zıxnımı köydürmeyli degan bir siyasette mingivatıdı. Münasebetni yeni yaxşılayımız degan şekilde mingivatıdı. Afsuski. Devletlerninki özün siyaseti biz düşünüp gitemeyimizge. Biz hem haqlıq bolsaqmı, bizni derhal qutquzunlar degan noktada tutsaqmı, lekin devletlerin yani özü güçlük siyaseti boldu ike, özünün halkını qoğdaydigan tarafları boldu ike. Ama burunqi qarğa vaqtda texmi köp kişi hem Xitayning devletler parlament devlet seviyesinde, parlament seviyesinde bolmasa şahsiyler özün halkını oygutuşqa, devletlerge besim işletişke başladı. Bunu körüp turvatımız. Başka bu haqda qoşumçu qıldığalar barmı? Mesela devletler mesela nemişlarni qildi, bu sot qararınınki əhmiyeti nemi boldu? Çıqqagan məzmunlar barmı? Undaq bolsa, sizlər özüňlarning halygyn ahirki söz 1 saatdan aşdy. Sizlərning əmdi değişini halaydigan ixtiyari bolsun əmsə. Şu məzmunlar qeyb qaldı deydigan ya bolmasa ahirki sözüňlarni alay. Mərhəmət. Mən bizə qoşumçu qılay. Olubmu şu xizmət jarayonida mən bundan burunqi bir neçə qatımlıq söhbət şığılladım degan o Uyğur soti, Uyğur təşkilatları ən çoğ köləmdə uyuşqan, həmkarlaşqan, adam işləgən adam sani ən jiq bir qatımlıq xizmət. Məsələn, bu tərcümə qılğanınki özünü mən tümükən bir qurda yapıttı. Şunun içinde birinci kıtımda Amerika, Avrupa'dan 27'dek adam tercümanlıkka yardımlaşkendi. İkinci kıtımlık tercümede 46 adam. Yani Amerika, Kanada, Türkiye, Avustralya, Avrupa'dan bunu 40 neçe adam yardımlaştı. Bunun içinde 6 adam öz tercüme kıptadı. Bu tercüme jarayonu mu ben tümünkan degende nəhayət mürekkep aşı sotun tertibi hem aşlarınki xizmet usulü boyunca bolğanlygy üçün faqat bir qatım tercüme qilib qo'yib qo'ydigan narsa emas. Anandakin Amerikadagi Gulnarada men doktor Mehmet Emin hakimiz bununki korrektorluq xizmetlerine nəhayət jiq yordamlashdi. Men Tümün Abbas kamma şu intayın təfsili şəkildə özü 6-7 tərcüməni qılğandan başqalarının qılğanlarını tüzətib çıxdı. Şu 3 adamga mən alayda rəhmətimizni aytımə. Ondan keyin bu yerdə ən çoğ rolunu ötügən hürmetli Rişat Abbas hakimiz. Çünki bütün sot jarayonida xizmatlarimizga har qatımlıq yig'inga qatnashib Mesela biz her haftada bir qatım yig'in açtık şu vaqtda maxsus tercüme üçün. Bu başka hizmetler başka da. Haftada bir qatım yig'in açtık, aşağı hizmetini aldırışlıqqa qarmay, bizning hizmetlerimizni korrektorluq qilib, yetakchilik qilib, başdan oyoq şu 2 yilga yaqin xizmatda biz bilan birga bo'ldi. Shuning buni unutulib qolmasligimiz kerak. Bundan başqa abay dedik, şu sot jarayonida yig'ilgan guvohliklar biz tercümelerini keyin yana bir qatim yani adabiy tilga o'zgartib, uni texnik jonliq tercümeni o'zgartib, yani aslidagi tercüme bu qonun tartib bo'yicha og'zidan nima chiqsa shuni shu tilda yozgan. Uni kitob qilib ishlash imkoniyati yo'q. Adabiyligi ait tuvan. Şununla bunu özgertip kitap çıkardık. Bu kitabın ayeti yaxşı tarqaldı Elfidere Hanım degendek. Ondan keyin Uyghur sotida yig'ilgan 10,000 betdan ortiq material bor. Guvohchilarning guvohligi bor. Bu albatta bu sot mangu davomlashadigan narsa emas. Ular allabirun xizmatini o'tab bo'ldi.
torbat olsun, bunu saklaş olsun, çoğun bir mesuliyeti yani jiq iqtisod talab qiladi. Bunu Uyghur Adliya Arxiv biri Uyghur Soti ham Dunyo Uyghur qurultiyi bilan maslahatlashib bu materiallarni mangulik saqlash uchun biz hozir torbatdan tortib hammani biz saqlayapmiz. Bundan keyingi bu sotqa yig'ilgan materiallar bilan hukmnomaning o'zi 500 betdan ortiq cho'ng bir kitob bo'lib chiqdi. Anadagi Abay degandek buning ichidagilarni turkumlash, materiallarni yig'ish, ham uni qaytadan bir tadqiq qilish, ham uni bo'lsa Uyg'ur Adliya Arxiv bir planim bor. Uyg'ur sotiniki muzeyini qurish. To'g'richu. Bu xizmatlar texi oldimizda turyapti. Yani bu sot fiziklik şekilde hükümname çıkıp ayaklashgan bilan sot kolligi tarqab ketgan bilan qildigan ishlar texi oldimizda. Yani nurg'un ishlar bor. Buni qo'shib qo'yay dedim, rahmat. Ko'p rahmat. Boshqa qo'shimcha qildiganlar? Men qo'shib qo'yay. Baxtiyor bek mo'yim nimlan dedi ama o'zin demidi. Bizmi boshdan shu qurilishdan oxirgachilik har bir qadam butun nimalarda Baxtiyor mana aytdi, jiq xizmatlarda bo'ldi, shu to'plash o'zi butun bilsizlar biz Uyg'ur qarindoshlarimizninki. Ba'zi qarindoshlarimiz boyman berman deydi, birdan keyin o'zgarib qoldi, ashuna ahvollarmi bo'lganlar jiq bo'ldi. Shuning uchun ishlar amaliyotda hech qanday oson bo'lmadi-chu. Nati izchillik shu chuqum bu ishning oyog'iga chiqmasa bo'lmaydi deb yo'l manganlarninki kuchi bilan albatta ko'plagan xalqimizninki shuni himoya qilib shu ishga naydi küçügelliği üçün hem iqtisad toplaşdımı, menimce en jiq pul shu yani özümüzden, öz Uyghur xalqimizdan toplandı. Bu pullar faqatlam advokatlarga işletildi, torbatlarga işletildi ama sot nima qarar chiqargan kollegiya hech qanday pul olmadi. Ularning pul berish, pul elish nimasi bo'lmaydi ekan. Faqat o'ziniki mustaqil tarafsizligini saqlab qolish uchun buni cho'qim haqsiz qilish shundoq talab qilindi ekan. Shuning uchun shundoq bo'ldi. Ondan keyin bundan keyingi meningcha shu Baxtiyorning bayam degan bundan keyingi bu sotning hozirgi natijasini 2 yildan ortiq jafoli xizmat bilan bir yerga to'plagan bu nimani davomli qanday qo'llanishimiz kerak, qanday o'zimizning faoliyatlarimizga ishlatishimiz bak muhim. Ondan keyin shu ko'rurmanlarga deydiganim bu shu 500 betlik materialni hammamizning o'qishimiz bak muhim deb o'ylayman. Biz özümüz belki men hammani bilman deb o'ylaymiz, lekin shuni o'qigan vaqtda yana nurg'un biz o'zimizninki o'zimizning davomizda qanchalik yetersizlik nurg'un narsalarni bilmaydiganligimizni his qilamiz. Bo'libmi masalan mutaxassislarninki bergan reportlari buningki hamda noiti ko'plagan kishilarninki nimasi bilan bo'lgan to'plangan bo'lgandan keyin mush davaga ko'ngil bo'ladigan har bir qarindoshlarimizninki mushu sotninki bosh oxir nimasi masalan videolar bor bo'libmi shu 500 betlik eng oxirgi undan keyin sotninki qarori. Shu qarormi qonun nimasida yozilgan ba'zi biroz tez, lekin o'qish bek muhim deb o'ylayman. U vaqtda o'zimiz boshqa mayli siyosatlar olsun, millat vakilleri yoki tashkilotlar, shaxslarga mush davoni anglatgan vaqtida bu bizning qoralimiz, pokitlik bir qoralimiz. Shuning uchun mushni qo'llansak bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Nəhayət mühim nöqtələrini dediniz. Mən sizin isminizdə
Sizmi baştan ahir keç gündüz demey bu işin içinde bolganlarning birisi. Hatta men o sotni körüp atgan vaqtımda 4-5 saat toxtamay tarjimanlyk qıldınız. Tarjimanlarıma hayran kaldım men. Şunçilik endi eğir iş boýlaky, näq meýdan tarjimanlygy üçin. Onun da çarçıdım demey, hem hazırlık basqıçyda, hem şu näq meýdanda sizlerniň qılgan ajryňlaryny endi halkymız daim buyursa öteydi dep oýlaýmy. Sizler elbette onu bir bedel talep qılmay qıwatsizler, bütün muşu sahada işläp atganlar. Köp rahmet. Bununki nimelerni qilishimiz kerakligi haqida yana bir iki söz qoşudyganlar bolsa alay. Ben eğer mümkün bolsa ahirki sözümni qılsam, hamda şahsen mence bu dünya köz işe işenmeydi deymiz. Fakat biz özümüzün başkalarına bir aciz millet şekilde köztüp başkalarının yardımı talep kılmasımız gerek. Elbette biz başkalarının yardımı ihtiyaclı. Lekin biz çoxum özümüzün bir küçük millet ekanligimizni ular göstergen vaqtimizda anonkin başkalarına yardım qilishga tayyor bo'lishi mumkin. Şuna mushundaq nayti bir çoğ işini birleşip kollektiv qila olganligimiz amaliyotda mushu bo'lib dunyo Uyg'ur qulluqlarining yetakchiligida demak bu biz bir millatning qanchalik uyushqoq ekanligini anondan keyin bizning nayti cho'ng ishlarni qila olganligimizni ko'rsatadi xalqlarga nurg'un xalqlar tashkilotlar bo'lsin jamiyatlar bo'lsin hatto davlatlarmi menimcha buni his qilib yetdi shunga bundan keyin oldimizda yana nurg'un nayti qiyin ishlar bor hamda nayti cho'ng ishlar bo'lishi mumkin albatta shunaqa vaqtlarga chekinmay birleşip bir yerge toplanıp hemimiz özümüzdeki kolumuzdan kelişçe birbirimizni toluklagan asasda şundaq çoğ işlerge tutuş qılganda çekinmey özümüzün küçüğünü körsetsek menimce bizning işlerimiz davamlı algı basıdı. İnşallah özümüzün ahirki maqsadimizga yete alaymiz. Rahmet. Köp rahmet. Ben cümle qo'shib qo'ysam hammalar shunday yaxshi so'zladinglar. Shu bu Londonda bo'lgan bu sot kollegiyasi bizning birlik barabarligimizning simvoli. Bütün teşkilatlar, bütün Uyg'urlar bir yerga kelib bir yandan qo'l chiqarganning simgisi, simvoli deb o'ylayman. Shunga hammamiz yana umidvor bo'lishimiz kerak. Bundan keyin nurg'un ishlarni birlasha olsak qila olamiz. Bu sot kollegiyasi masalan bir to'rik deb o'ylasak, bundan keyin men ishonamanki, cho'qqin bir kuni biz Xitoyning rasmiy sot qutadimiz. Shu vaqtlarga, shu kunlar uchun biz hozir shunday yaxshi tajribalar, saboqlarni yakunladik deb o'ylayman. Rahmat. Köp rahmet. Hammalarga köp rahmet etime. Bugün London Mustaqil Uyghur Sotu'nun muvaffaqiyetlik bo'lishig'a chiqqan ve onundan keyin bu sot hükmünün əməliləşi üçün toxtamay işləvatqan fidakar ziyalilərimiz bilan söhbət etdik. Biz özümüz haqqında bilmesek, öyrənmesek, bu doğruda demişlərinin boluyatqanlığını xəbərsiz qalsaq, belki işlərimiz muvaffaqiyetlik bo'lishdan maqsad nişanımızdan uzaq ketishimiz mumkin. Bunu bu qimmatli ziyolilarimizmi deb o'tib ketdi. Şuna qılınğan xizmatlarning tonilishi, g'alimi meylerin qoğdılışı, kelgüs işlerimizni texim asanlaştırdı ve kelgüs işlerimiz için behmi muhim. Bizge bugünkü programnınki asaslık yetki bolğan maqsadi muşu naiti az bir chet elde yaşayatgan diasporadaki naiti az Uyg'urniki Xitoyninki sen bunday bir jinoyatni ishlading deb yalnız koymay bu programni birlikte köygen körülmenlerine rahmet etime. Keyinki programda görüşküçe aman bolunlar, hayır hoş. Rahmet. Rahmet.